Assalomu alaykum, qadrli arab tili shaydolari. Bugun sizlar bilan 3-darsimiz nun harfi bo'ladi. Oldingi darsdancha takror. Bu qaysi harf edi? Alif harfi. Alif qanday o'qilardi? Tepada bitta chiziqcha bo'lsa a, pastda bitta chiziqcha bo'lsa i, tepada bitta chiziqcha bo'lsa u. A, i, u. Keyingi harfimiz ba harfi edi. To'rtta xil ko'rinishga ega. Alohida shaklida, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Bu b da alohida shakli. Yarmini o'chirib turib nuqtani bekka qo'yib qo'ysam b da so'z boshi. Xuddi bu ko'rinish chiqadi, yarmini o'chirsam. Endi xuddi shu ko'rinishga bu tarafiga ham chizib qo'ysam b da so'z o'rtasi. Bu ko'rinish hosil bo'ladi. Xo'p, shunga ta'bekkecha qo'l qo'shib turib, ya'ni qism qo'shib turib, nuqtasini bekka qo'yib qo'ysam b da so'z oxiri hosil bo'ladi. So'zlarni o'qisak, bu nima edi? A-b ota, A-b, ab ota, ba-da, bab eshik. Endi mana bugungi harfimiz nun harfi. Alohida shakli, so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri. Bu harf b harfiga o'xshab ketadi. Tagiga mana yozsam b da. O'zlaringiz baho berasizlar. Qarang. O'xshaydimi? Misol, bu ikki katay bo'lib yonga yoziladi. Nun harfi bo'lsa, satrda ostiga tushadi. Farqini qarang. Bittasi mana bu liniya, misol satr desam, satrda ustida yoziladi b harfi, bu satrda ostida yoziladi. Buni ikki katay yozsak bo'ladi, buni bir katay yozsak bo'ladi. Tagida bitta nuqta bo'lsa b harfi, tepada bitta nuqta bo'lsa nun, n harfi o'zbek tilidagi. Tamom? So'zlar bilan tanishsak. Mana u a edi. Alif tepasida chiziqcha bo'lsa a. N, a, urg'u. Ana, men degani. Ana, men. Ibn, o'g'il. Ibn, o'g'il. Bitta noto'g'ri yozib berilgan. Ibn, o'g'il. Babani, ikki eshik. Babani, ikki eshik. Xo'p, endi mana bu yerdan qarang. Ana nima degani edi? Ana men, ibn. Ibn Abu Ali ibn Sino. Sinoni o'g'li. Ibn o'g'il. Babani ikki eshik. Bitta eshikchi, bitta eshik bab bo'lardi. Ana men, ibn o'g'il, babani ikki eshik.